Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida bizani kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz, mehrli ota va mehrli onalarimiz. Bugun sizlarga manfaatli bo'ladigan zo'r videomiz bor. Sizlar bilan Asrol Murodov, ya'ni men bugun sizlar bilan Didit manejini ipidan iynasigacha yig'ib ko'rsatish va sizlarning qo'lingizga qanaqa qilib olib borishigacha bo'lgan videoni hammasini qo'yamiz. Didit brendidan buni modelini bilib olinglar. Xo'p, modelimiz 8010 modelimiz. Hozir sizlar bilan shuni birgalikda yig'ib, qanaqa ochish, qanaqa yopish to'g'risida, qanaqa kerak emas payt olib qo'yish to'g'risida hammasini gaplashib ko'ramiz. Korobkadan chiqish holati xuddi shunaqa bo'ladi. Hamma kerakli narsalar shuni ichida. Buni ko'tarib ham ketsanglar bo'ladi. Hozir birgalikda ochamiz. Manejimizni ham ochib oldik. Yarim tayyor holat xuddi shunaqa ixcham bo'lib yig'ilib turadi. Komplektida instruksiyasi chiqadi. Bu video o'zi instruksiya bo'ladi sizlarga. Xo'p, 4 ta uzun temiri chiqadi. 2 ta uzun qiyshuv temiri chiqadi. Va 2 ta yana kichkina qiyshuv temiri chiqadi va undan tashqari pennalik stolik chiqadi va poli chiqadi. Bularni hozir hammasini sizlarga ustanovka qilib video davomida ko'rsatamiz. Shu joyini ahamiyat bilan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ko'pchilikda xato aynan mana shu detalida bo'ladi. Men sizlarga birma-bir ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'pchilikda xatolardan bittasi bir yoq tarafi yig'ilib qolyapti va ochilmayapti. Brak chiqib qoldi deb o'ylashadi, lekin bu brak bo'lmaydi. Tizza baravar holatda ushaysizlar o'rtasini, tizza baravar holatda va 4 ta qismini ko'tarib olasizlar. 4 ta chetini ko'tarib olganingizdan keyin o'rta qismini pastga tushirasizlar. Agar sizlarda bu pastga tushib ketib qolib, bu joyi qiyshuv bo'lib qolsa, buni yana pastga tushirib yuborsanglar, bu joyi singan holatda qiyshuv bo'lib qoladi. Unda manejinglar to'liq yig'ilmaydi. Mana men hozir 4 ta chetini ko'tarib oldim. Oxirgi bo'lib mana bu qismini pastga tushirib yuboryapman. Ko'rib turibsiz. Manejimiz o'shanda to'liq yig'iladi. Manejni ochib bo'lganingizdan keyin xuddi shunaqa chexoli chiqadi. Chexolida 4 ta teshigi bo'ladi. Buni zamok orqali qo'lni taqib olasizlar. Tushib ketmasligiga ishonchingiz komil bo'lgandan keyin temirlari bor, hozir ko'rsataman. Boyiga ko'rsatgan 4 ta temirimni ham ishlatadigan joyiga yetib keldik. 4 ta temirni eni ham, bo'yi ham hamma narsasi bir xil. Faqat sizlardan kutiladigan narsa buni oldi qismiga ko'rib olasizlar. Bir yoq tarafi ingichka, bir yoq tarafi keng bo'ladi. Buni nimaga bunaqa qilingan hozir ko'rsatib o'taman. Yaqinroq bering bu yerda. Mana ingichka narsa bir-biriga kiyiladi bu. Faqat kiyilishdan oldin bir yoq tarafiga tiqib olasizlar. Обязательно tiqib olish kerak, chunki bir-biriga keyin qaytib kiyilmaydi bu. Va o'rtaga kelgandan keyin shunday bir-biriga tiqib qo'yasizlar. Mana. Bu polilarni ushlab turadigan stoyka vazifasini o'taydi. Bu siz polilar qing'ir qiyshuv turadi. Poliga yetib keldik. Poli juda ham pishuv materialdan ishlab chiqarilgan. NDF bilan ustidagi matrasi porolon matras bo'ladi. Usti plashovka material bo'ladi. Juda ham mustahkam. Xo'p, buni solishni ko'rsataman. Quloq qilib solib qo'yasizlar. Juda ham osonlik bilan solinadi. Manejimizning pernalik stolikiga ham yetib keldik. 2 ta bukilgan temir va 2 ta kichkina bukilgan temirni yig'ib ko'rsatib beraman. Buni yig'ishdan oldin like bilan komment qoldirib va podpiska tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bu bizning kichkinagina mehnatimizga sizlarning yuksak bahoyili bo'ladi. Pernalik stolikimizning oldi tarafi oq bo'ladi. Orqa qismidan yig'ishni boshlaymiz. 2 ta bukilgan temirimizning 2 tadan teshigi bo'ladi. Shu qismidan o'tkazamiz. Shu qismidan o'tkazganimizdan keyin 2 ta temirimizni yana qiyshuv bukilganini kichkinasi bo'ladi. Buni bir-biriga ulab qo'yamiz. Mana. O'tga lipuchkasi bor. Lipuchkani o'rtasidan o'tkazib yuboramiz.
Xuddi shunaqa qilib ikkinchisini ham ulab olamiz. Buni ustidan o'tkazib yurmanglar, chunki bolalarni kiyintirayotgan paytinglar sirg'anib chiqib ketishi mumkin. Обязательно ichki tarafidan o'tkazish shart. Buni ham ulab olamiz. Hech qanaqa atorka yoki boshqa narsa shart emas, qo'l o'zida yig'ib tashlanglar bo'ladi. Pirnanlik stolikimizni ham yig'ib oldik. Yig'ilgan holat xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Tegi va usti qismini yaxshilab ahamiyat bilan ko'ringlar. Buni endi qayerga qo'yamiz? Qo'yishni xohlasanglar bu tarafga, xohlasanglar bu tarafga qo'yiladi, lekin o'zi instruksiya bo'yicha bu tarafga qo'yiladi. Sababiki, bu yerda mana bunaqa chexoli chiqadi. Chexolida lipuchkalari bor. Lipuchkasi bu tarafda turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, qo'yib olish uchun ikkita qisqicha bor. Qisqichani yaxshilab kuch bilan bossanglar, bu kiyilib qoladi bu tarafga. Обязательно kiydirib qo'yish shart, chunki bolani qo'yganingizda yurib ketishi mumkin. Bu tarafini ham qistirib oldik va ikkita chetida lipuchkasi bor. Yopishtirib qo'yamiz. Va yon tarafida ikkita cho'nchaklari bor. Bu yerga shu kerakli narsalarni bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu kravatimizni kravat holatiga keltirib oldik. Bu videoni o'tkazib yormay turinglar. Hali bu kravatimizni mana shu holatiga ham keltiramiz. Pirnanli stolikka nima vazifalarda ishlatilishini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Tug'ilgandan boshlab 1 yoshgacha pampersi, boshqa vazifalarni almashtirish uchun ishlatiladigan narsa bu. Aslida buni olib tashlash juda ham oson. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, juda ham keng va sifatli narsalardan ishlab chiqarilgan. Yonidagi setkalari ham bez kraxmalli, yuzi tushib qolsa ham bemalol havo olib yotaverishiga mustahkam qilib ishlatilgan. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, 2 yoshgacha, 3 yoshgacha bemalol foydalansanglar bo'ladi. Agar uyda bir o'zingiz qolib, tegini tozalayman desangiz ham juda ham oson. Mana shu bir tarafini ko'tarishingiz bilan ikkinchi tarafida g'ildiragi bor. Osonlik bilan xonadan xonaga bemalol olib chiqib keta olasiz. Juda ham yengil. Videoni o'tkazmay turing. Hozir buni mana shu holatga keltirishni ham ko'rsatib beraman. Mana shu kravatimizni mana shu holatiga keltirish uchun kichkinagina bitta harakat bilan pirnanli stolikni yechib tashlaymiz. Polini olib tashlaymiz. Polini olganimizdan keyin 4 ta temir bor. Boyaga tiqib qo'ygan, ularni ham olib tashlaymiz. Bularni olib tashlaganingizdan keyin yana bitta bir qavatli chexoli chiqadi. Buni ham yechib tashlaymiz. Zamok orqali yechiladi bu. Polini ham olamiz. Shundoq solib qo'ysanglar, manej bo'ladi, qo'yadi. Ko'pchilik manejlarda oldi tarafidan bola kirib chiqadigan joyi chiqmaydi, bir xillarda chiqadi. Kirib bemalol farzandingiz o'ynab yurish uchun bu joyi ham ajratib ketilgan. O'yinchoqlarni solib qo'ysanglar, o'zi kirib bemalol o'ynab chiqib yursa bo'ladi. Mana shu kravatimizni kerak emas payt yig'ib qo'yishni o'rgataman. Buning uchun teg qismidagi pollarini обязательно olib tashlash shart. Oddiygina o'ng qo'lingiz bilan shu knopkani tepaga tortasiz, arqon orqali va 4 ta qismini ichki tarafida knopkalari bor, pastga tushirib yuborasizlar. Agar bir qismi ham bunaqa tekis bo'lib qolgan bo'lsa ham, mana shu kravatingiz yig'ilmaydi. Обязательно o'rtada bo'lishi kerak har bitta qismi. Mana shunaqa qilib yig'ib qo'yasizlar. Mana shu kravat yoqdi. Buni endi qayerdan sotib olsam bo'ladi degan savol sizni qiynayotgan bo'lsa, Lulu Store yoki Lulu Discount deb yozsanglar, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, YouTube hamma ijtimoiy tarmoqlarda biz mavjudmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz hamma viloyatlarga, shaharga bor. BTS pochta yoki Yandex xizmatlari yoki o'zimizdan dastavchilik yetkazib beradi. Bu manejimizni agar siz YouTubedan ko'rayotgan bo'lsangiz, men YouTubedan ko'rdim desangiz, $80 oshiq sotilgan, sizga $73 qilib beramiz. Pastda telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirsanglar bo'ladi. Video kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Podpiska va like tugmalarini bosib qo'yinglar.